Salom youtuberlar, biz bilamizki, har bitta insonni o'zining shaxsiy avtomobili bo'lishini orzu qiladi va albatta bu shaxsiy avtomobil qimmatbaho bo'lsa, bu juda ham zo'r. Endi YouTube yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda aynan o'sha qimmatbaho mashinalarni qanaqadir avariya holatlari yoki ularni har qanday qiyinchilik holatlariga tushirib siz video kontent tayyorlaydigan bo'lsangiz, sizda millionlab prosmotrlar bor degani. Millionlab prosmotrlar bu millionlab dollarlar degani. Xo'sh, hozir endi agar sizda tayyor mashinangiz yo'q, uni qanaqadir yoqib yuborish yoki qanaqadir bo'laklab, qanaqadir uni ustidan tosh tashlab yuborish imkoniyatingiz yo'q bo'lsa, sun'iy intellekt bilan bu narsani qilsa bo'ladi. Endi siz istalgan mashinangizni istalgan kuyga solishingiz mumkin. Xo'p, hozir men aynan shunaqa yo'nalishda video kontent tayyorlab YouTube'da 65 mingdan oshiq prosmotr olgan YouTube kanalini sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Ayub N-Chat degan kanal, ya'ni bu kanal qimmatbaho mashinalar bilan har xil aql bovar qilmas narsalarni amalga oshiradi. Xo'sh, buning uchun albatta unga sun'iy intellekt yordam beradi. Videolar bo'limiga o'taman va videolar bo'limiga o'tadigan bo'lsangiz, bu yerda o'sha turli xil mashinalarni har xil holatdagi videolarni ko'rishingiz mumkin. Aslida bu kanal shorts yo'nalishidagi kanal bo'lib, men shorts videolar bo'limiga kiraman va eng ko'p prosmotr olgan videosini sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu joyda Rolls-Royce mashinasini qanday ahvolga tushganini ko'ring. Rolls-Royce mashinasining ustiga juda ham og'ir metal bilan tepadan zarba berilyapti va mashina hech qanaqa zarar yetmayapti. Bu o'z o'rnida mashinani qay darajada baquvvatligini insonlarga ko'rsatish bilan birgalikda qanaqadir emotsiya olgan va video qisqaligi sababli 277 mingdan oshiq yoqtirishlar soni va bu video hozirgi kunga kelib 26 milliondan oshiq ko'rishlar soniga ega bo'lgan. Video 1-fevral kuni YouTube tarmog'iga joylashtirilgan. Va bunaqa videolarni tayyorlash uchun sizga atigi 3 ta sun'iy intellekt kerak bo'ladi. Birinchi sun'iy intellekt ChatGPT. U ChatGPT orqali siz promptlarni yozib olasiz. Ya'ni Rolls-Royce mana shu jarayonda turgan promptini yozib berdi. Prompt olasiz, undan keyin esa ideogram sun'iy intellekti orqali siz o'sha holatda rasm ko'rinishida jonlantirib olasiz. Keyin Klingai sun'iy intellekti yordamga keladi. U rasmni sizga video ko'rinishida jonlantirib beradi. Va albatta mana shunaqa videorolik siz uchun tayyor do'stlar. Bu kanal hozirgi kunda qancha daromad topyapti? Umuman olganda bu nishada daromad prosmotrlar soni ko'p bo'lgani uchun ancha ko'p va men ko'rib turgan kanalim hozirgi kunda 2300 dollardan oyiga 37 ming dollargacha daromad topish mumkin bo'lgan yo'nalish. Va albatta sun'iy intellekt yordamida bunaqa yo'nalishlarni osongina qilib olsangiz bo'ladi. Amerikan YouTube'dan daromad qilish istagingiz qat'iy bo'ladigan bo'lsa, sizda bu yo'nalishga kirish yoki boshqa bir yo'nalishlarda daromad topish istagingiz bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir savollar bo'lsa, qanaqadir yordamlar kerak bo'lsa, opisiya va kommentariyada bizni siz uchun yordam beradigan maxsus botimiz bor. O'ting, ro'yxatda o'ting va o'zingizni qiziqtirayotgan barcha savollarni qoldirib ketsangiz bo'ladi. Biz sizga yordam berishga tayyormiz. Qo'lib techish oson.